Bu ish juda ham xavfli bo'lganligi uchun professional bo'lmagan Aksariga qarang aka. tavsiya etmayman. Chunki biz bu Bu yerda barberlarga vizit tashlabdagi shunaqa yo'nalishda olib qo'yasizmi lezvani o'zi bilan aka meni ham? bu video Agar shunaqa yo'nalishda olib qo'ysangiz aka butun umr sizga kelib sochim oldiraman. Gapmi? Gap. Bo'lmasa akani siz uchun vizitini qabul qilamiz. Davay. Xudo xolasa. Klient o'qib qolishingiz uchun lezvada bo'lsa lezvada. Buni haqiqatan hamma barberlarga, sartaroshlarga tavsiya qilmaymiz olishdi. Qachonki ustarada zo'r soqol olib yurgan bo'lsangiz, bemalol lezvada ham o'z o'ylagannaqa soqolni olib olasiz, bemalol. Ovor desa ovorardi-ku bu soqolni. Endi oladigan emas ekan, chizamiz dedi, chizadigan bo'lsa. Negativlik qilib qo'ylarimiz bor edi, bu narsa qilib berasizlarmi deb olmanglar yana. Bizga jab qo'ylarga po'stumba qilgan chiqadigan bolalar emasmiz. Klient o'qib qolamiz aka, qo'yimizni sinab bering deb turmanglar yana. Achishmayaptimi ish qilib, kesilgan joyi yo'qmi? Ko'ringchi. Yo'q, yo'q. Qalay bo'ldi, yaxshimi? Chotga aka. Yoqdimi axir? Butun umrlik Klient bo'lishga arziydi. Rahmat. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Bilasizlar, kuyovlarni ham zo'r qilib tayyorlab beraveramiz. Inshaalloh hammasi cho'tga bo'ladi. 0056. O'sha gap akalar negativ bo'layapti, ozroq diliga deydimi, qalbiga ozor bermaydigan qilib so'kaverasizlar. Biz rozi. Sizni ham yarim kechasi bezovta qildingmi? Rahmat katta shunchalik. Joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Shuncha hurmat qilib kelyapsizlar sizlarga ham. Boringlar, rahmat sizlarga. Teşekkür, rahmat. Videoga olib berganingiz uchun kattakon rahmat. Video uchun bitta like bosib qo'yinglar.